Mana shu birinchi tur Kolumbiya bilan bo'layotgani menga yoqmayapti. O'zi Portugaliya bilan bo'lgani hatto yaxshi edi, chunki Portugaliya baribir nomdor, Portugaliyada yulduzlar sochilib yotibdi. O'ylashimcha, birinchi turda Portugaliyaga o'xshagan terma jamoalar no name milliy jamoa bilan o'ynaydigan bo'lsa, bunday qaraydida o'z darajasida o'ynamaydi. Tashlab o'ynaydi va shundan foydalanish mumkin. Mana shu tomondan aytyapmanki, bizga Kolumbiyadan, intensiv Kolumbiyadan, uyda o'ynaydigan Kolumbiyadan, yovqur Kolumbiyadan, pressingli Kolumbiyadan ko'ra sal tepadan qarab birinchi turni bir kayfiyatan yayov boshlaydigan Portugaliya ma'qulroq edi. Endi qarangda, biz Kolumbiya bilan birinchi turda o'ynaymiz, shunchalik ham omadsiz qura bo'ladi. Birinchi turda hali nima bo'ladi bilmaymiz. Portugaliyani ko'p ehtimol Kongo bo'lsa kerak. Deylik Kongo bilan mana shunaqa sal tepadan qarab turib durang natija qayd etib qo'ysa Portugaliya. Biz bilan ikkinchi turda endi butunlay boshqacha o'ynaydi. Ana endi mensimasdan emas, tepadan emas, balki ochko o'ynay olishimiz kerak deb turib o'ta jiddiy munosabatda o'ynaydigan Portugaliyani biz ikkinchi turda qarshi olamiz.